Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz 39 kollejning arkasında ikki kanalli joy chiqdi. Hurmatli obunachilar, bir chetdan tanishib o'tamiz. Shu yangi domda do'konlari bor. Hamma o'zi qulay. Apteka, magazin, transport ham hech qanday muammo yo'q. Parkovka joylari ham bor. Eski plashadkalar ham bor. Hurmatli obunachilar, besetkalar ham bor ekan. Eldinda ening bog'cha deydi, xususiy bog'cha ekan. Hamma o'zi qulay. Qani ketdik, bir chetdan tanishib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, 4 qavatli binoning 4-qavatına yetib keldik. Yangi qurilgan binoda 3 xonadonli ekan. Podizlarim dim akkuratni, ening murammorlar, polностью chiroyli remontdan chiqarib qo'yibdilar. Dim fayzli xonadon, aristollarni bilan yangidan qo'yibdilar. Jihozlari bilan sotiladi, xalasangiz jihozsiz sotiladi ekan. Bu yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha umuman muammo yo'q. 13, 28, 19 yurt tutdi ishlarimiz damir ish ekan. Hammamizga shuni xayrli, fayzli uylar nasib etsin. Bismillah deb boshlaymiz, xudo xolasa. Giraverchi yerimizning prixoshka joyimiz. Prixoshkamiz ham keng, 2 ga 4 ekan. Laminatlar ham yaxshi, sifatli laminatlardan qo'yilgan, ishlarimiz ham zo'r ishlardan qo'yilgan. Ming marta aytgandan bir marta ko'rgan yaxshi, hurmatli obunachilar. Qani boshlaymiz. Bismillah. Giraverchi yerimiz umumanliklar qo'yilgan, kafelar urilgan, polностью suvdan muammo yo'q. Bu yerda kruglashniy suv bo'ladi. 3-Ukrayna ya 4-Ukraynada endi sahil emas, 12dan keyin suv bo'lmasligi mumkin. Bu yerda postoyanli bo'ladi. Undan tashqari distillangan suv addenni o'tirib qo'ydilar o'zi uchun. Endi avtomatlarimiz addenni har xonamiz uchun addendan qilingan, hurmatli obunachilar. Alohida bir qo'shga joyimizda ko'rib tursiz, plintuslar qo'yilgan. Bu yerimiz oshxonamiz, zalimiz, sanuzelimiz, bu yerimiz spalniy joyimiz ekan, hurmatli obunachilar. Gilamlar döşelib tuttu. Patologimiz gipsokardondan ishlangan, polностью. Natijada patologlar qo'yilgan, bo'kaklar yopishtirilib, chiroyli qo'ydilar. Eshiklarimiz ham mening ukrainskiy yaxshi ishlardan qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Yuqorini yoqitish uchun bir ochib qo'ydilar, chiroyli bir qolib ketgan prosta, lekin bu yerdan bir chiroyli bir ideyalar qilajak bo'lganlar, mening asvishkalarni qilib qo'ydilar. Bu yerimiz 290 selkan, 287. Uzinasi 560. 2 balkonli, hurmatli obunachilar. Hammamizga shuni yaxshi uylar nasib etsin. Ening kuxnilarimiz qo'yilgan, polностью Wi-Fi o'tgan. Hamma o'zi qulay qilib qo'ydilar. Endi ening distillangan suv. Hurmatli obunachilar, yer tutdi. Original xilna tureskidan qo'yibdilar ekan. Bu ham kamida 600-700 dollar hozir. Bu yerda ening kichkina stolcha qo'yibdilar, choy ichmakka. Skaflari, izolius perdalari, polностью artel холодильниклari. Bitoylarni olsam bo'laveradi, olmasam bo'laveradi, hurmatli obunachilar. O'zingiz kelishasizlar, promoy egadan bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerimiz gaz plita, vitishkalari qo'yilgan, original xili. Kabel, antenna bloklar polностью tashalib o'tilgan. Televizor assangiz bo'ladi, televizor mestasi ekan o'zi. Razvedka ham birdan, ikkidan emas, e'tibor bergan bo'lsangiz, bir 7-8 dana razvedka bo'yning kuxnining o'zida. Razvedka kerak, o'zi eng kerak razvedka, hurmatli obunachilar. Bu yerimiz ening sirkulyatsionni nasozlar qo'yilgan, to'pli pol ekan. Xalasangiz ilib qo'yasiz, xalasangiz kamaytirib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Davleniyasini ko'rib turasiz. Endi duh konturli kotel. Stabilizator, filtr, reduktor hamma o'zi qo'yilgan. Bu yerda gaz sho'tchiklarimiz ham qo'yilgan ekan. Bu yerimiz ayollar uchun o'ng'ayli shkaf. Bu yerimiz balkonimiz. Bu yerimiz xususiy bog'cha bo'ladi ekan, hurmatli obunachilar. Magazinlar teyinda, apteka ham yaqin, Abbos aptekandan kelsangiz ham bo'laveradi. 39 kollejning arkasi hozir med institut bo'ldi. Kimyo biologiya. Ben taraftan gelse Savat yolundan gelseyiz ham bo'lardi. Gök gumbazning arkasi. Eller steshga qilib tutdi. Parkovka joylari bor. Bunda yana bir balkoni, hurmatli obunachilar. Hech qanday muammo yo'q. Center. Chiqdingiz, avtobus, taksi, Damas ham yo'q debdi, hurmatli obunachilar. Bir chetdan tanishib o'tamiz, qani ketdik esa. Bu yerimiz zal qismimiz, nar eshiklari qo'yilgan polностью. Gilamlar döşalgan, yangi ekan gilamlar. Xonamizning razmeri 3.75 ga 5.60 ekan. Lyustralar ham qo'yilgan ekan, hurmatli obunachilar. Konditsioner Immer firma,
Radiatorlarım sifatli radiatorlardan koyulgan. Birimiz balkonu aytib o'tganimizdek. Böyle körpəçələrini, mida şüydə vəzənini aladılarkən özü bilan gəpləşib olaverasizlar bemalol. Gəlişilgən halda bo'ladi, hurmatli obunachilar. Birimiz sanuzelimiz dapatalog kafel, patologimiz plastik ekan. Unvonlik, unitaz, avvalon vannalar qo'yilgan. Kir mashinasi Samsungning yaxshi xilman. Aristoning tazısını koyuptular. 3 yıl garantiyası var dedi. Kamında 5 yıl hizmet etip verir dedi. Tazısını koyup beradır. Köprü pol banimizden hürmetli obunachilar. Hiç qanday muammo yo'q. Berimiz spalni qismimiz. Spalnimiz 10 cm kichik ekan zaldan 2.65'e 5.60 ekan. Bir devorimiz o'tiblik etilgan ekan. To'g'ri devorni islatib qo'yibdilar. Dallamaydi, preslamaydi. Zalus perdeler. Polnisti hamma joy qulay qilib qo'yibdilar ekan. Bu yerda polnisti kabellar ham oddiy etib kelingan ekan. Televizor uchun, Wi-Fi uchun ponni toshga tashlab o'tilgan. Transportdan muammo yo'q, aytib o'tganimizdek, gaz va suvdan ham muammo yo'q. Maktab bog'cham bir transport, bog'cha oldinda, maktabga bir transport hurmatli obunachilar. 19 minami, 13 minami. Gapning qisqasi, hurmatli obunachilar, narxini keladigan bo'lsak, 550 million so'm jihozlari bilan ayrim jihozlarni olib ketadi. Jihozsiz hurmatli obunachilar 530 million so'm hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar. Bu o'zi 580 deb chiqadi hurmatli obunachilar. Srochniy zudlik bilan sotiladigan bo'lgani uchun sal arzon bo'lib turibdi. Kelsangiz ustunda yana 1-2 so'm qaytib beramiz dedi. Kadastr hujjatlarini polni tayyor. 100%. Doğru, notarishda pulinizni beraverasiz. Egasi ham muomalali odam hurmatli obunachilar. Gelip üstünde gaplashib olaverasiz. Hurmatli obunachilar, keyingi roliklarda ko'rishguncha demak sog' bo'ling, omon bo'ling. Podpisatsiya qilmaganlar podpisatsiya qilsin. Like bosishni unutmang. Salomat bo'ling. Keyingi roliklarda